Va alaykum assalom. Bugun qanaqa notebooklarni obzor qilamiz? Bugun ko'pchilik so'ragan, ko'pchilik yoqadigan X360 grafikasiga aylanadigan notebooklarimiz bo'ladi. Bu videoni anchadan beri kutayotgan mijozlarimiz uchun zakazga bo'ladi. Qarorga ketdik. Birinchi notebookimiz HP Envy X360 dan boshlaymiz. Notebookimiz 100% metal korpus, klaviatura podsvetka, Face ID bilan jihozlangan. Notebookimizni yoqib ko'ramiz. Notebookimiz dizayni juda ham chiroyli ishlangan. Ko'rib turibsizlar, holati ham o'ta tiniq saslanadi. Notebookimiz 15:6 Full HD IPS X360 grafikasiga aylanadi. Maza qilib planshet qilib foydalansanglar bo'ladi. Hamma tomonlama ishlaydi. Altta pavoroti bor, avtomatik o'zi aylanadi. Ekran kachesi juda ham yuqori, o'z ko'rib turibsizlar. Notebookimiz protsessori AMD Ryzen 5 7000 seriya bo'ladi. U prosessorda 6 ta yadro, 12 ta patok, 2 GHz notebookimiz bemalol 470 GHz ga turbo GHz razg'om chiqa oladi. Bu prosessorimiz Core i5 13-avlod bilan bemalol konkurensiya qila oladi. Core i5 13 da qanaqa ish qilsanglar, bu notebookda ham shu vazifani bajarsanglar bo'ladi. Notebookimiz operativniy xotirasi DDR4 12 GB li 3200 MHz bo'ladi. Doimiy xotirasi 256 NVMe SSD bilan jihozlangan. Ikkala xotirasidan bemalol yana kuchaytirsanglar bo'ladi. Notebookimizda AMD Radeon встроенный video kartasi bor. Qo'shimcha video karta yo'q. Bu notebookimiz asosiy biznes laptop qilib foydalanmoqchi bo'lganlarga maslahat beramiz. Student, o'qituvchi, buxgalter, trading dasturchilar uchun juda ham zo'r tanlov. Uzoq muddat maza qilib foydalanadi. Agar o'yin o'ynamoqchi bo'lsanglar, GTA 5, Call of Duty, Dota shunga o'xshagan o'yindagi o'yinlarni bemalol o'ynasanglar bo'ladi. Programmalardan Photoshop, Corel, yana shunga o'xshagan programmalardan bemalol ishlasanglar bo'ladi. Notebookimiz 2023-yil ishlab chiqarilgan. Notebookimizga 1 oylik servisini garantiya beramiz. Zaryadga 2 soat garantiya, naqd 8 soatga mo'ljallangan bo'ladi. Bunaqa premium notebookimizni sizlar uchun narxini $439 qilib beramiz. Menimcha Core i5 13 vazifasini bemalol bajaradigan 100% metal korpusli planshet bo'ladigan Tembo'li 15:6 modelini bu narxga hozirgi paytda topish juda ham qiyin. Nasl savdo orqali xarid qilmoqchi bo'lganlar ham bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Shoshilinglar. Kerakli hamma USB portlari bor. 2025-2026-yilga tayyor notebook. Keyingi notebookimiz yana HP Envy'dan. Bu notebookimiz ham 100% metal korpusli, rangi juda ham chiroyli ishlangan. Bu notebookimizda ham отпечаткasi bor, klaviatura podsvetka bor. 100% metal korpus, juda ham chiroyli dizaynda, navloki ham bo'ladi bu versiyasida. Notebookimiz 15:6 Full HD IPS X360 grafikasiga aylanadi. Bu notebookimiz ham maza qilib planshet qilib foydalansanglar bo'ladi. Notebook klaviaturasi avtomatik blokirovka bo'ladi. Touchpad ham o'ynab ketmaydi. Bemalol yotkizib olib ham foydalansanglar bo'ladi. Hamma tomonlama ishlatsanglar bo'ladi. Notebookimiz protsessori AMD Ryzen 7 5700U prosessor, 8 ta yadro, 16 ta patok, 180 Hz notebook bemalol 480 Hz ga turbo GHz razg'omga chiqa oladi. Bu prosessorimiz Intel Core i7 11-12-avlod bilan bemalol konkurensiya qila oladi. Core i7 12-paketini nima vazifani bajarsa, bu notebookda ham shu vazifani bajarsanglar bo'ladi. Notebookimiz operativniy xotirasi DDR4 12 GB li 3200 MHz. Doimiy xotirasi 512 NVMe SSD bilan jihozlangan. Ikkala xotirani bemalol kuchaytirsanglar bo'ladi. Notebookimizda AMD Radeon встроенный video karta bor. Bu notebookimiz ham asosiy biznes laptop qilib foydalanmoqchi bo'lganlar uchun student, o'qituvchi, buxgalter, trading dasturchilarga maslahat beramiz. Undan tashqari programmalardan AutoCAD, Corel, yana shunga o'xshagan programmalarda bemalol ishlasanglar bo'ladi. O'yinlardan GTA 5, Dota, yana Counter shunga o'xshagan o'yinlarni bu notebookimizdan bemalol o'ynasanglar bo'ladi. Notebookimizga 1 oylik servisini garantiya beramiz. Zaryadga 2 soat garantiya. Bu notebookimizdan 8 soatga bemalol yetib bera oladi. Albatta,
qanaqa programma ishlatishlariga qarab, notebookimizni ishlab chiqarilgan sanasi 2022-yilda ishlab chiqarilgan. Bu notebookimiz narxini sizlar uchun $489 qilib beramiz. Menimcha bunaqa narxga Core i7 13-avlod bilan konkurensiya qila oladigan notebookimiz tem bo'lib holat ideali, uzoq turmaydi. Nasl savdo orqali ham bemalol hard disklar bo'ladi. Shoshilinglar. Keyingi notebookimiz Silver rangda. Bu notebookimiz 100% metal korpusda. Atpechatga bor, klaviatura padsvetga bor. Notebookimiz 15.6 Full HD IPS X360 gradusga aylanadi. Maza qilib, buni ham planshet qilib, hamma tomondan foydalansangiz bo'ladi. Juda ham olib yurishga ham udobniy. Ikkisi birda bo'ladi. Ekrani ham juda ham tiniq bo'ladi, hech berilmaydi. Notebookimiz prosessori Intel Core i7 12060 tosh, 12 teadir 16 ta pato bo'ladi. 210 Hz dan notebook bemalol 480 Hz ga turbo Hzda razgomga chiqa oladi. Notebookimiz operativ xotirasi DDR4 16 GB 3200 MHz. Doimiy xotirasi 512 NVMe M.2 SSD bilan jihozlangan. Notebookimizda Intel Iris o'zini vstроенный video kartasi bo'ladi. Bu notebookimiz ham asosiy biznes laptop qilishga mo'ljallangan. Student, o'qituvchi, buxgalter, trading dasturchilar uchun juda ham zo'r tanlov. Yana qo'shimcha programmalardan AutoCAD, Corel, Photoshop programmalar ishlasa bo'ladi. O'yinlardan GTA 5, Dota, yana shunga o'xshagan o'yinlarni bu notebookimizdan bemalol o'ynasanglar bo'ladi, chunki P tosh H dan bitta oldin turadi, yaxshiroq tosh hisoblanadi. Notebookimiz 2023-yilda ishlab chiqarilgan. Notebookimizga Pro servisni garantiya beramiz. Zaratiga 2 soat garantiya. Bu notebookimizdan bemalol 8 soatgacha yetib berishi mumkin. Albatta, qanaqa programmada ishlatishlariga qarab, holat ideal. Narxini sizlar uchun $499 qilib beramiz. Nasl savdo orqali artikllar bo'ladi. Shoshilinglar. Lenovo ThinkBook so'ragan mijozlarimiz uchun. Bu notebook ham 100% metal korpusda bo'ladi. Klaviatura padsvetga bor. Face ID bor. Endi sizlar yana bitta ko'pchilik so'raydi. Ruchkasi ham bo'ladi. Ishlatishga juda ham udobniy. Xohlagancha foydalansanglar bo'ladi. Ishlash juda ham cho'pki bo'ladi bunda ham. Foydali. Notebookimiz 14 dyuymli Full HD IPS X360 gradusga aylanadi bu notebook ham. Avtomatik klaviatura touchpad bloklanadi. Bemalol bunaqasi ruchka orqali foydalansanglar bo'ladi. O'zlariga udobniy holatda ishlatsanglar bo'ladi. Sensori ham juda ham tez bo'ladi. Ekran kachествоsi ham juda ham yuqori. Ko'rib turibsizlar. Protsessorga keladigan bo'lsak, Intel Core i7 1335U prosessor, 10 teadir 12 ta pato bo'ladi. 170 Hz dan notebook bemalol 480 Hz ga turbo Hzda razgomga chiqa oladi. Notebookimiz operativ xotirasi DDR4 16 GB 3200 MHz. Doimiy xotirasi 256 NVMe M.2 SSD bilan jihozlangan. Notebookimizda Intel Iris vstроенный video karta mavjud. Bu notebookimizdan biznes laptop qilib foydalanmoqchi bo'lganlar uchun juda ham ustki olib yurishga udobniy hisoblanadi. Student, o'qituvchi, buxgalter, trading dasturchilar uchun mo'ljallangan. Undan tashqari o'yinlardan GTA 5, Dota, shunga o'xshagan o'yinlarni bu notebookimizdan bemalol o'yna oladi. Programmalardan AutoCAD, Corel, Photoshop, shunga o'xshagan programmalarni bu notebookdan bemalol ishlasanglar bo'ladi. Notebookimiz 2023-yilda ishlab chiqarilgan. Notebookimizga 1 oylik servisni garantiya beramiz. Zaratiga 2 soat garantiya, 8 soatga bemalol yetib beradi. Albatta, qanaqa programmada ishlatishlariga qarab, notebookimiz narxini sizlar uchun $539 qilib beramiz. Nasl savdo orqali artikllar bo'ladi. Holati ideal. Shoshilishni maslahat beraman. Notebookimiz Type-C dan zaryad olar ekan. HP Nvidia ixchamidan so'ragan mijozlarimiz uchun bo'ladi. Bu notebookimiz ham 100% metal korpusda. Holati ideal sostoyanida. Klaviatura padsvetga bor, atpechatkasi bor. Notebookimiz 14 dyuymli Full HD IPS touchscreen display X360 gradusga aylanadi. Bu notebookni ham maza qilib
planshet shaklida o'zingizlarga удобный holatda foydalansanglar bo'ladi. Ekran kassasi juda ham yuqori. 300 nitsli displey bo'ladi. Notebookimiz prosessori Intel Core i7 1335U prosessor, 10 ta yadro, 12 ta patok, 170 Hz dan notebook bemalol 480 Hz ga turbo Hz razgomga chiqa oladi. Operatorning xotirasi DDR4 16 GB 3200 MHz. Doimiy xotirasi 1 TB NVMe M.2 SSD bilan jihozlangan. Notebookimizda Intel Iris vstроенный video karta mavjud. Bu notebookimizda asosiy student o'qituvchi buxgalter trading dasturchilarga mo'ljallangan bo'ladi. Undan tashqari o'yinlardan GTA 5, Dota, yana shunga o'xshagan o'yinlarda o'ynasanglar bo'ladi. Programmalardan AutoCAD, Corel, Photoshop programmalarini o'rganmoqchi bo'lganlar, ishlamoqchi bo'lganlar maza qilib ishlatsanglar bo'ladi. Notebookimiz 2023-yilda ishlab chiqarilgan. Notebookimizga 1 oylik servisni garantiya beramiz. Zaratiga 2 soat garantiya, 8 soatga mo'ljallangan bo'ladi. Notebookimiz narxini sizlar uchun $539 qilib beramiz. Menimcha 1 terabaytli xotirali notebook uzoq turmaydi. Shuning uchun shoshilishni maslahat beraman. Notebookimiz sostenasi ideal. Kerakli portlar ham yo'q mavjud. Shoshib qolinglar. Keyingi notebookimiz. Bu notebookimiz ham olib yurishga удобный. HP Nvidia oxirgi avlodi so'ragan mijozlarimiz uchun 100% metal korpus. Отпечатки, klaviatura, подсветка. X360 gradsga aylanadi. 14 dyumli Full HD IPS 300 nitsli displey. Ekranni juda ham ko'rib turibsizlar, tiniq. Tinimsiz ishlagan vaqti 19 kun ekan. Notebookimiz prosessori Intel Core i7 150U prosessor, ya'ni 14-avlod. 10 yadro, 12 ta patok bo'ladi. 180 Hz dan notebook bemalol 495 Hz gacha turbo Hz razgomga chiqa oladi. Notebookimiz operativniy xotirasi DDR4 16 GB 3200 MHz. Doimiy xotirasi 512 NVMe M.2 SSD bilan jihozlangan. Ikkala xotirasini ham bemalol kuchaytirsanlar bo'ladi. Notebookimizda Intel UHD vstроенный video karta mavjud. Bu notebookimiz ham asosiy student o'qituvchi buxgalter trading dasturchilarga mo'ljallangan bo'ladi. Undan tashqari Photoshop, Corel, AutoCAD programmalarini o'rganmoqchi bo'lganlar ham foydalansanglar bo'ladi. O'yinlardan GTA 5, Dota, yana shunga o'xshagan o'yinlarni bemalol o'ynasanglar bo'ladi. Bu notebookimizda notebook 2024-yilda oxirida chiqqan. Notebookimizga 1 oylik servisni garantiya beramiz. Zaratiga 2 soat garantiya, narx 8 soatga mo'ljallangan bo'ladi. Albatta, qanaqa programmada ishlatishlariga qarab. Notebookimiz narxini $599 qilib beramiz. Shoshilinglar, birinchilardan bo'lib 14-avlodda bunaqa idealini keyin bunaqa narxga olgan mijozimiz bo'lishlari mumkin. Soni chegaralangan hamma notebookimizni Nasl savdo orqali ham xarid qilsanglar bo'ladi, bemalol. Yana men aytib o'tib ketmagan notebookimiz haqida ma'lumotlarni bemalol Telegram kanalidan batafsil olsanglar bo'ladi. Hammasini rasmlari, kerakli joylari, sizlarga hamma narsasi to'liq yoritilgan. Yana qo'shimcha savolinglar, taklifinglar bo'ladigan bo'lsa, izohlarda qoldirsanglar. Nasl savdo bo'yicha dastlabkilar haqida bundan oldingi videolarda keyin Telegram kanaliga o'tsanglar, u yerda ham sizlarga adminlarimiz yoki Telegram kanalda o'zida ham hammasida sizlarga ma'lumot berib o'tilgan. Yana savolinglar, taklifinglar chiqadigan bo'lsa, bemalol izohlarda qoldirsanglar, sizlarga qo'ldan kelgancha javob berishga harakat qilaman videolar davomida. Yana qanaqa notebooklar obzor qilishimni xohlasanglar, izohlarda qoldirsanglar, keyingi videolarda xudo xolasa chotki qilib obzor qilib berishga harakat qilaman. Hozircha qo'llab-quvvatlab, obuna bo'lib, like bosib, kommentariyani bomba qilib tursanglar, bundan ham zo'r notebooklar kelyapti. Keyingi videolarda qo'yishga harakat qilamiz. Sizlar bilan Razer jamoasi bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling.